Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshib qoldi yurt jang maydonidan qaçmoqchi bo'lgan kishi bilginki jangdan qichish umrni ziyoda qilmaydi. Sabit turish umrni qisqartmaydi. Hech bir jon egisining ajali hargiz ilgir-keyin bo'lmaydi. Bilginki sen jangdan qichib Allohga asi bo'lding. Jabbar zotning g'azabiga qolding va musulmonlar bilan kofirlar orasida xorliq va ornomus kiyimini kiyding. Ajiba sen asir ilinib, diningda fitnaga uchrab, oxiratda ziyon tortishdan qo'rqmamsan? Yoki sen har turli qiyin qistoq va xorliqqa chidagan holatda o'ldirilsan? Her bir aql egisining qarshida uning vaqti to'shgan chaqda o'limga oldini qilish, uningga orqasini qilishdan yaxshidir. Shoirning tövandagi misralari nima degan go'zal ha? Qichish bilan hech kishi o'limdan bo'lmas aman. Qo'rqib o'lish shu sabab ojizlik, xorliq hamon. Yazid ibn Hakim ibn Abu As mundaq deydi. Yashash kerak shohlardek yoki erdek o'lgulik. Qilish tutib o'lguchi hisoblanar o'zirlik. Ba'zi bahodirlar mundaq misralarni qoldirgan edi. Digim kelar jinimga, jonlar uchqan maydonda. Qilmasamken sana hech zarrachilik bir parvo. Ortiq yashash ajaldan quruq arzudur faqat. Ajal muqim putilgan berilmaydi hech muhlat. Sabr qilg'in o'limga, sabr go'zal bir adab. Mumkin bo'lmas hech jonga o'lmay yashash taobat. Baqilikning kiyimi xorliq kiyimidir hamon. Qutulolmas xorliqdan uni kiygan har inson. Chaqirg'uchi o'limni o'rtaq zamin ahliga. Chekit qo'yar ham o'lim kelsa hayot pasliga. Hayat bo'lsa arzimas, qimmati yo'q bir mata. O'lim afzal hayotdan shu chaq shundoq zamonda. Arab botirlaridan biri bo'lgan Bahlul ibn Bashar mundaq deydi. Uchrashishni o'limga yomon ko'rsa bir kishi. Hasaldan mu sherindur manga uning o'limi. Chaqirolmas o'limni janggohlarga otsilish. Yoki to'sib qololmas ehtiyotlar va qichish. Tuvandagi misralar pichoq dastiga uyulgan ekan. Qahramonlik sharafdir, qo'rqish nomus belgisi. Qajar biri janggohdan, lekin taqdir kelgusi. Tuvandagi misralar dubulg'iga uyulgan ekan. Kirganingda janglarga chiqmag'in hech zafarsiz. Sabr qilgan qo'rqishqa o'lim kelmas ajalsiz. Ba'zilar mundaq degan. Yeris bo'lma rizqqa, rizq kelar qismatdan. Melang miras bir kuni saqlan bexil niyatdan. Rab savobi cheksizdur, kessang aziz hayotdan. Aman o'lim o'lishunga Rab yo'lida sharafdan. Bilginki qichish o'lim safarlaridan biri bo'lib, u qo'ldan berib qo'yishdan qo'rqmaydigan narsaga yeris bo'lishdir. Hayotlikning sababi gohida o'limga to'g'rilanish bo'lsa, o'limning sababi gohida hayotlikning uzrab ketishidir. Ajal kechikmay turib, jangchi uchun halokatdan qutuladigan qurg'on bo'lmaydi. Inson qachoniki Alloh yo'lida o'limga oldin qilsa, uning yaxshi amallarini qilishi uchun hayotlik berildi. Jangdan qochquchi o'z jinini asirga topshirdi. Jang qilg'uchi bo'lsa, uningdan o'zini qo'g'daydi. Ajal vaqti to'shqanda hayotlikdan ayrilmay chora yo'q. Ammo jangdan qochquchi, agar sen o'limdan qo'rqib jangdan qochsang, do'zax ahlidan bo'lsan. O'q tegishdan qo'rqib dushmandan yuz o'rib qochsang, oxiratdagi makoning halokat yurti bo'lib qoldi. Jangdan qichib asirga tushgan yoki shahvatga cho'mib nurg'unlari nasara bo'lib o'z dinidan yenib ketganlarning hikoyalarini
Abu Qasim Qushayri o'zining kitobida Mansur ibn Xalaf Mag'ribiydan naql qilib mundaq deydi. Irodasi o'xshash bo'lgan ikki do'st bo'lib, ular jihad va ta'lim tarbiyada bilib bo'lgan edi. Kunlarning birida ularning biri hamrohi bilan qo'shilib safarga chiqdi. Ammo qilib qolgani hamrohining xabarini ololmadi. Kunlarning birida hamrohining xabarini ololmagan solih kishi Rumga qarshi jihodga chiqdi. Saflar tuzilib, Rum qo'shinlari bilan urushish oldida Rum askarlarining ichidan temir kiyim kiygan bir kishi chiqib, musulmonlardan yakmak tushishga odam talab qildi. Musulmon palvonlardan bir kishi o'tirg'i chiqdi-yu, ammo u musulmonni shahid qilib o'tdi. Ondan uningga yana bir musulmon kishi chiqqaydi, unimi shahid qilib o'tdi. Ondan uningga qarshi hiliqi solih kishi o'tirg'i chiqdi. Musulmon uni qo'g'lab yurib urishdi va Rumluqning beshidan dubuluqsin tushirib o'tdi. Solih kishi qarasa, o'zi bilan urushayotgan bu kishi jihad va ibodatlarda necha yil birga o'tgan hiliqi hamrohi edi. Buni ko'rgan mujohid o'z ko'ziga ishonmay qoldi. Chunki u o'z do'stining Rumluqlarning sepida turib, musulmonlarga qarshi urush qilishini o'ylab boqmagan edi. Shuning bilan solih kishi uningdan qandoq bo'lib bu holga tushib qolganligini so'radi. U o'zining dindan qaytib nasara bo'lganligini, Rumluqlarga qo'shilib, shulardan o'yinib farzandlik bo'lganligini va nurg'un mol dunyolik bo'lganligini aytib berdi. Solih kishi uningdan "Sen Qur'on o'qiytding, uni tushunatding. Endi ular qayerda qoldi?" deb so'rg'aydi. U "Men Qur'onni butunlay unutib ketdim. Hozir hatto bir harfni ham eslay olmayman" dedi. Solih kishi uningga "Islomga qaytgan, Alloh tavbangni qabul qildi" degaydi. U "Yo'q, unda qilsam pul mollarim va avlodlarimdan ayrilib qolaman" dedi. Ondan u ikkisi urushib, mujohid solih kishi u murtad nasarani o'ldirdi. Bu murtad dunyo va oxiratlik ziyonda qoldi. Mana bu haqiqiy ochiq ziyondir.